Bugün mana 23 yanvar 2026-yil. Jonajon Muborak tumanida kecha 22 yanvar kuni yoqqan qorlar yo'llarda erib ketdi. Lekin aholi yurmagan, avtolov, mashinalar yurmagan yo'llarda hali qorlar bor. Ob-havo sovuq mana. Kech soat 17:00 bo'ldi. Jonajon ona qishlog'imiz Sheyx qishlog'idan yon qo'shni deydi. Anvar Sidiqov bilan uyga qarab ravona oldik. Hamsangiz zo'rmisiz? Rahmat. Yo'lingiz hamisha oq bo'lsin. Yog'ilgan ushbu qorlar 2026-yilda barakali, fazli bo'lsin. Dehqonlar yili, cho'ponlar yili bo'lsin. Umuman olganda hamma xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin deb qolamiz. Yurtimiz, ona vatanimiz O'zbekistonda faqat tinchlik bo'lsin. Har bir xonadonda to'kiz, bekamko'z dasturxonlar to'la bo'lsin. Sog'lik bo'lsin deb qolamiz. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, yana bir karra aytamiz. Faqat to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin deb qolamiz. O'zbekiston vatanimizga butun olam havas qilsin. Hammani xonadonda nima deymiz? Qut baraka, fayz baraka olib kelsin ushbu yoqqan go'zal qorlar. Salomat bo'linglar.